Assalomu alaykum. Bunaqa mazali salatni hali tatib ko'rmagansiz. Albatta bir kun tayyorlab ko'ring. Uning uchun bizga kerak bo'ladi koreys karomi. O'rtasini olib, chetlaridagi barglarini kesib olamiz va katta-katta shaklda to'g'raymiz. Ustidan bodringni ham to'g'rab, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib oldin bo'laklarga bo'lib olamizda, shunaqa qilib kesamiz. Uni ham solamizda va mazali bo'lishi uchun rokushka sirlaridan to'rtburchak qilib yuqa qilib kesib foydalanamiz. Har doim sevib iste'mol qiladigan sirlarimdan biri albatta rokushka sirlari. Endi ustidan to'xtanyoz ota go'sht mahsulotlaridan foydalanamiz yoki qaynatilgan go'shtdan foydalansangiz ham bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'raymiz. Ukropni ham mayda qilib to'g'rab, hamma masalliqlarni idishga solamizda, ustidan garohni qo'shamiz. Mana sovoldim mayonez va aralashtiramiz. Shunaqa ta'mi zo'r bo'ldi. Kelgan mehmonlarning hammasiga yoqdi. Albatta tayyorlab ko'ring.